O'sha vaqtdagi ishni даже dushmanimga ham ravo ko'rmaydigan darajada bu ish. Millionga yaqin balans boshqaraman. Tiko bo'lsin, o'zingniki bo'lsin deganday. Eng katta qilgan minusim $8,000 bo'lgan. Bu sohadan boshqa qaytib buncha minus qoplamasligini bilganman. Har tomonlama xiyonatga uchraganim uchun o'zi soxta va haqiqiyni ajrata olmay qoldim. Chunki hammaga bir xil nazarda qarayman. Bitta javobim bor. Ishingga omad sana desin, tamom. Nima ish bo'lsa qilganman. Ustochilik, shlakoblok tushirish, qo'limdan nima kelardi qilaman. Men agar hamma narsamni yo'qotsam ham, qaytib 0 darajaga chiqib qolsam ham, hozirgi sostoyanimga kelishim 2 barobar tez bo'ladi. Orqamdan ish qilgan shogirdlarim ham bo'lgan. Ya'ni xato qildimmi, xatosini qabul qilib bilsa, o'sish bo'ladi. 16 yoshida 100 mingdan ziyod balans boshqaradi. Sizni razgonchalar ko'rib, Otabek ham aqllilik qilyapti deydi. Tez boyib ketishga qiziqmasa, yaxshigina natija qiladi. Любой summada, любой vaqtda. Assalomu alaykum, bizani YouTube orqali ko'rib turgan yoki Instagram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlardan ko'rib turgan hurmatli kuzatuvchilar, bugun xudo xolisa suhbatimizda traderlar orasida o'zini o'rniga ega bo'lgan va minglab shogirdlarni chiqarishga ulgurgan va o'zini yurishiga, o'zini pozitsiyasiga ega bo'lgan, o'zini darajasidagi inson Otabek Rustamov akamizni xudo xolisa suhbatimizga chaqirganmiz va bu inson bilan hozir sizlarni guvohligingizda eng samimiy suhbatlarni o'tkazamiz va sizlarni ichidagi savollarni ham beramiz va ularga javoblarni ham siz va biz olamiz xudo xolasa. Qanaqadir sizni traderlarga bermoqchi bo'lgan savollaringiz bo'lsa, aynan shu podkastni ko'rishingizni maslahat beraman, chunki o'sha savollarga hozir javob olishingiz ham mumkin. Otabek aka, kelganingizdan xursandmiz. Hammaga assalomu alaykum. Men ismim Otabek Rustamov. Men 7 yillik tajribaga ega traderman va bugungi podkastimizda sizlarga qiziq bo'lgan va javob topolmayotgan savollaringizga javob berishga harakat qilib o'taman. Otabek aka, hozir sizni birinchi marta ko'rayotgan insonlar bo'lishi mumkin kuzatuvchilarimiz orasida va aynan shuning uchun Otabek Rustamov o'zi kim, sohasi, undan oldin nima bo'lgan, umuman o'zi Otabek Rustamov kim degan savolga ozgina javob bersangiz. Xo'p, men Buxoro viloyati G'azni shahridanman. 7 yildan beri trading sohasidaman. Shu yerda ishlab kelib, 2024-yildan beri Buxoroda birinchilardan biri akademiya ochib, shogirdlar chiqarib kelaman. Hozirda millionga yaqin balans boshqaraman va shuni insonlarga ham o'rgatib kelaman. Tushunarli. Endi 7 yillik tajribadan kelib chiqib, bir ajoyib savolimiz kelib qoldi. Bu savol aynan sizlarni ham o'ylantirgan savol bo'lishi mumkin. Nima deb o'ylaysiz Otabek aka, hozirgi kunda trading o'zi aslida hozirgi vaziyatdan kelib chiqib qaraganda real kasbmi yoki zamonaviy qimor bo'lib qoldimi? Bu sohani kim o'zini o'ylash doirasida qabul qilsa, bu shunaqa soha. Kimdir qimor desa, da, u uchun bu qimor. Kimdir esa realni bu soha, ya'ni bilim olib, o'rganib, o'zida ishlasa, pul topsa bo'ladi, kelajak sohasi qilsa bo'ladi desa, bu shunaqa. Ya'ni bu sohani o'zimizni tushunchamizga qanaqa sig'dirsak, xuddi shunaqa soha bu. Ya'ni hammani o'zini fikridan kelib chiqqan holda bu kasbni o'ziga moslashtirib, kimdir o'rganib qimor sifatida foydalanyapti, kimdir bilimi bilan o'rganib real shotlarda foyda qilyapti. Bu soha именно o'sha 90% psixologiyaga qurilgan soha. Bugun mana million balans boshqaraman degan gaplarga e'tibor qaratdik va bugun deyarli sizni kuzatuvchilaringiz orasida sizga havas qiladigan insonlar juda ham ko'pligini bilamiz. Traderlar orasida o'rningiz borligini, o'zingizni balansingiz, o'zingiz darajangiz borligini bilamiz. Hamma havas qilgudek hayotdasiz, lekin Buxoroda oddiy oiladan kelib chiqqaningizni bilamiz. O'sha oddiy hayotingizda hech qiynaldim, bugun sindim, bugun to'xtayman degan kunlaringiz, og'ir vaziyatlaringiz bo'lganmi? Yo'q. Chunki Obid aka meni to'xtashga haqqim bo'lmagan, chunki oilada bitta farzand o'g'ilman. Va shu narsani tushunganman, ya'ni ota-onamning orzusi, niyatlari hammasi menga bog'langan edi. Shu sabab men hech qachon to'xtash haqida yoki sinish haqida o'ylamaganman. Kimdir uchun hozir men orzu qilayotgan hayotda yashayotgan bo'lishim mumkin yoki havas qiladigan darajada pul topayotgan bo'lishim mumkin. No, bu havas va orzuni orqasida hech kimning xayoliga sig'maydigan og'riqlar, qiyin kunlar bo'lgan. Agarda havas qiladigan daraja hayotimda yashamoqchi bo'lsa yoki orzularga erishmoqchi bo'lsa, bilsinki, buni orqasida juda katta og'riq bor. Ya'ni aytmoqchimanki, yoshlikda boylikka erishish bu juda qimmat va og'riqli. Agar shu narsani qabul qilib bilsa, mayli. Aynan shu og'riqli vaziyatlarda, aynan shunaqa bir sizni o'ylantirib stressga olib keladigan vaziyatlarda
qanaqa tomondan siz o'zingizga immunitet hosil qilgansiz? Buni yechimi oddiy bo'lgan. Mana 1 yil, 2 yil bu narsaga yechim topolmaganman. No yechim topganimdan keyin men hayotim yaxshi darajaga o'zgarib ketgan. Buning sababi 4 og'iz suhbat ota bilan. Ya'ni otamiz bilan suhbat qilsak, gaplashsak, bitta narsani tushunib yetamizki, stressda bo'lamizmi, qiyinchilikda bo'lamizmi, u inson hech qachon to'xtamagan. Ya'ni biz yosh bo'lgan vaqtimiz bizani katta qilish uchun, oilamizni tortish uchun hech qachon to'xtash haqida yoki stressi bo'lsa ham bizga ko'rsatmasdan katta qilgan inson bu ota bo'ladi. O'sha uchun maslahat beraman. Shu otamiz bilan agar bo'lsa 4 og'iz suhbat qilib, bir duolarni olsak, bu ancha-muncha motivatsiya videolardan ham, qiyinchiliklardan ham zo'r. To'g'ri, eng zo'r motivatsiya o'sha. Agar motivatsiya izlasang, onangni oqargan sochiga qara, otangni beldan ketgan kuchiga qara deb aytishgan, to'ppa-to'g'ri. Shunaqa. Ota-onamiz bizga eng katta motivatsiyamiz. Og'ir mehnatli kunlarda qilgan eng o'zingizga to'g'ri deb bilgan, o'sha og'ir vaziyatda eng qilgan og'ir ishingiz va hozirgi paytda uncha o'sha paytdagi tengdoshlaringiz qila olmagan ishingiz bormi? Shu ishlaringiz orasida, ya'ni o'sha og'ir vaziyatingizda bir ish qilgansizki, uncha insonlar u tavakkalli, u qarorni qabul qilmagan bo'lardi. Karantin vaqti bo'lganda men yosh bola edim. Zavodga dezinfeksiya qilishga, ya'ni zavodda o'sha payt karantindan saqlash uchun, kasalliklardan saqlash uchun dezinfeksiya qiladigan kasb bor edi. O'shani o'z zimmamga olganman. Ya'ni orqamda 40 litr dori bo'lardi va polностью o'sha zavodda dezinfeksiya qilib chiqardim. Buni orqasidan o'sha kasallik orttirsa bo'lardi yoki boshqa qilsa bo'lardi. Buni даже o'sha vaqtdagi ishni даже dushmanimga ham ravo ko'rmaydigan darajada bu ish. Shu meni hayotimdagi eng qiyin ish bo'lgan. Ya'ni uyimdan, ya'ni cho'lning o'rtasida edi u zavod. Uyimdan 100 kilometr uzoqda. Eng yoshi o'zim edim. O'sha yerda общежитиеda yashab, ertalab soat 4 da turib, kasallar bilan yonma-yon, kasallar bilan yonma-yon, ertalab soat 4 da turib, 6 gacha men полностью dorilab chiqqan bo'lishim kerak edi. Qo'rqmaganmisiz? Majbur bo'lganman. Agar sizga nimadir bo'lsa, oilachi? Endi qo'rquvdan ko'ra majbur, mas'uliyat, ya'ni o'sha oilam men uchun hamma narsadan ustun bo'ladi. Mana baribir qonun to'g'izish haqida o'ylash fikri. Chunki bitta farzand bo'lganim uchun menda orqaga yo'l bo'lmagan. Kasbingizga qaytamiz. Hozir tradingda bilamiz, info-tsigan traderlar juda ko'p, bloger traderlar ham juda ko'p. O'zingiz ham bilasiz, bu narsani kuzatib turganlaringiz ham bor, ko'rmayotganlaringiz bor, e'tibor bermayotganlaringiz bor va shu traderlarning orasida deymizmi yoki info-tsigan traderlarning orasida deymizmi, eng katta hozirgi yoshlarni miyasini tradingga o'zgartirib qo'yayotgan yolg'on nima? Instagramda 3 yil, 2,5 yildan beri mediaga chiqib kelayotgan bo'lsam, Telegramni yuritib kelayotgan bo'lsam, meni kuzatuvchilarim biladi. Men biror marta mediaga hech qachon pulim bilan, mashinam bilan, uyim bilan, ya'ni moddiy narsalar bilan hech qachon maqtanmagan. Roskish bilan, ya'ni roskish bilan, ya'ni chet ellarga chiqib kelganim bilan maqtanmaganman. Hozir ko'pchilikni xatosi shunda bo'lyaptiki, ko'p traderlar ular masalan odamlarni emotsiyasidan pul ishlagani sababli mashinasini qo'yadi, uyini, pulini qo'yadi. Luxury hayotida ko'rsatish orqali ko'rsatadi. No, именно sohani tonkistiga kelganda, ya'ni bozorda ishlashga kelganda hech nima ko'rsatib bera olmaydi. Menda esa nabarot. Men o'zimni lичный hayotimni вообще mediaga qo'ymayman. Faqat bozorda ishlayotganimni, qanaqasiga pul topayotganimni, nimadan pul topayotganimni, qayerdan pul kelayotganini qo'yib kelaman. Aslida bozori kuchsiz, lekin mediasi kuchli traderlar haqida gap bo'lyapti deydi. Ular masalan ko'pchilik inson shunga aldanib qolyapti. Ya'ni qanaqadir 100 ming, 200 ming dollarga mashina oladi. Может, u kreditdir, может, boshqadir o'sha. Bizda sразу Instagramga qo'ygandan keyin u wow bo'ladi hammada. Mana shunaqa mashina olsam bo'ladi, qanaqa qilib, nima degan savollardan. Boradi, qaraydi, uni kursi bor. Bo'ldi deydi, значит, bu deydi trading orqasidan shunaqa 200 ming, 300 mingga mashina olibdi deydi, boradi, o'qiydi, rezultat esa 0. Ya'ni o'sha Xudo rahmat akamiz bor, Farhod Manov aytgan gapida, tiko bo'lsin, o'zingniki bo'lsin deganday. Ya'ni oddiy bo'lsin, главный o'zingniki bo'lsin. Xalqqa yolg'on gapirgandan ko'ra, quloqiga lag'mon ilgandan ko'ra tikoni ko'rsatib, meniki deb maqtangan yaxshiroq. Shunaqa. Hozir nima deb o'ylaysiz? Real pul topayotgan traderlar ham bormi? Bor. Imijimida soqqasini bosib yurgan traderlar ham ko'p. Ular masalan mediaga chiqmaydi yoki masalan Instagramda 10 ta podpischiga bo'lishi mumkin. Telegramda bez avatarka bo'lishi mumkin. Men o'zim taniydiganlarim bor. Buxoroda Eski shahar degan joy bor. Bitta xotinlar bor. O'sha $3 million balans boshqalar.
ya'ni gostitsasi bor. Ularni hech kim tonimaydi. Shunaqa insonlar ham ko'p. Lekin pulni pulga urib, Da. trading orqasidan burchak o'zi ulardan realni o'rgansa bo'ladi. anu gap ham borku, bilasizmi, haqiqiy trader shu burchakka o'tirib olib, kompyuterda pul ishlab, hech kimga ko'rinmay. Da. To'g'ri aka. Eng katta qilgan minusingiz. Eng katta qilgan minusim komanda bilan bir kunda $800,000 bo'lgan. O'zimning lичный balansimdan ketgani $200,000. Qanaqa holatga tushgansiz? O'zingizga nima degansiz o'sha payt? Endi bu savdo bir hafta davom etgan. Ya'ni bizning balansimizda endi bu oldinroqni gapi. Balansimizda $10,000 pul bo'lgan. $10,000 pul bo'lgan, keyin biza sell pozitsiyasini ochganmiz. Ya'ni shunaqa holatlar bo'ladi bozorda, agarda bilimingiz sal kamroq bo'lsa, uverenissiz sal pastroq bo'lsa, уже bozorda strategiya emas, xarakter o'ynay boshlaydi. Ya'ni siz savdoga kirdingizki, bo'ldi. Bilim, strategiya emas, chetga o'tadi-yu, polностью xarakter boshlanadi. Ya'ni men shunaqa vaziyatga tushib qolganman. Bilimim ming zo'r bo'lsa ham, strategiyam cho'tga o'xshagan bo'lsa ham, men ya'ni psixologiyaga o'ralib qolganman. Shu balansimiz 10,000 bo'lgan. 10,000 dan $8,000 minusga borgan. Qo'y, shu balans ketib qolmasin, shuni saqlab qolaylik deb yana ustiga 10,000 tashlaganmiz. 8,000 ni qaytarib olish uchun 10,000? Da, shunaqasiga bog'lanib ketaylik. Keyin aradan 1 soat o'tgan уже 15,000 minusda. Yana 1 soat o'tdi, yana ustiga pul tashladik 25,000 minusda. Ya'ni 8,000 pulni, ya'ni 10,000 pulni saqlab qolamiz deb 200,000 ustiga dalivka qilingan. Jarayon qiziq bo'lgan. Nimadan bu bunaqa kirishib ketishlik? Qanaqa bo'lgan bu? Уже bozorda shunaqa narsa borki, imенно traderda, ya'ni qiziqqon bo'lsangiz, minus qilgan pulingizni qaytaraman desangiz, aytganda xarakter rol o'ynaydi. Prosta biza o'sha payt nima bo'lgan? 1 oy 5 stop loss, ya'ni savdo qilganmiz. Ya'ni kirgan savdomiz o'xshagan. Ya'ni buy pozitsiyasini ochamizmi? Bo'ldi. Jek bo'lavergan keyin. Masalan, 1 oyda o'sha payt masalan 100-150 ming pribel bo'lgan bo'lsa, baribir bu bozorda 100% lik strategiya yo'q. Ya'ni o'zimizni okrujeniyamizda, o'zimiz ramkamizni o'zimiz taxlab olganimizda bu yerda 100% lik narsa yo'q. Va yana o'ylaganmiz, o'sha pozitsiyamiz bu ham o'xshab berish kerak. Chunki biz bozorda zo'r, biz bozor yurib-o'tdik-ku deb, bozordan kuchli biz deb isbotlamoqchi bo'lganmiz. No baribir bozor isbotlab bergan, что bizdan kuchli ekanligini. Va shunaqasiga dalivka qilib $200,000 minusgacha ushlaganmiz. Bu yerda komanda ham bo'lgan. Mendan boshqa yana 9 kishi bo'lgan. Ular ham polностью. Hamma birgalikda cho'kkansizlar o'sha payt. O'sha payt to'xtayman deb o'ylaganmisiz yoki o'zingizga to'xtayman bo'ldi, hissirdim bu soha kerak emas ekan? Yo'q, men bitta narsani tushunganman. Bu sohada masalan, bu sohadan boshqa qaytib buncha minus qoplamasligini bilganman. Ya'ni men masalan oyiga 10,000 mi, 20,000 topishim kerak bo'lgan bo'lsa, oyiga 10,000 topish uchun boshqa biznesda masalan $100,000 vложение qilish kerak. Ya'ni shu narsani tushunib yetganman. Qayerda minus qilgan bo'lsam, ya'ni o'sha yerda tajribam bor, o'sha yerdan topib bilaman deb, polностью, ya'ni bu sohadan hech qachon men tashlab ketaman degan xayol menda bo'lmagan. Mana shu sohada 7 yildan beri ishlab kelyapsiz. Bu vaqt oralig'ida hech bir sizda mana qancha insonlar kelib ketgan, do'stlaringiz, boshqa narsalar sizga yoki haqqingizga yoki shaxsiyatingizga nisbatan xiyonat bo'lganmi? Bo'lgan. Yuragim og'rib qoldi. Keling, sizga o'sha sevgi tomonlama ham, do'st tomonlama ham aytaman. Do'st tomonlama qanaqa bo'lgan? Biza bir uyda yashardik. Ya'ni trader shunaqa insonki, savdoda bo'lgan payt emotsiyada bo'ladi. Ya'ni haqiqiy erkak hech qachon uydagilarni xafa qilgisi kelmaydi. O'sha uchun men trading yana sohada savdo qilayotgan vaqtim отдельный uy olib, o'sha yerda biz savdo qilganmiz, yaqin do'stimiz bo'lgan. O'sha bilan savdo qilib, ya'ni investorskiy olganmiz. Ya'ni bu oldingi gapi. O'shandan keyin bu xatoga hech qachon yo'l qo'ymaganman. Bitta do'stim bo'lgan. Ya'ni investorskiy olganmiz. Bu investorskiy minus bo'lib ketgan. Investorskiy minus bo'lib 0 ga tushib qoldik biz. Uni to'lash uchun hech kimda hech nima yo'q. Hech kimda hech nima yo'q. Men masalan uyimga borsa ham, masalan o'sha payt hech nima yo'q. Ya'ni bu 5-6 yil oldingi gapi. Uyimga borsa ham masalan hech nima yo'q unga berish uchun. Bu birinchi meni katta investorskiyim. Chunki men bitta do'konda ishlaganman. O'sha do'konda ishlagan do'konimda o'shani egasi menga investitsiya qilgan. 12 soat ishlardim. 12 soat ishdan keyin o'sha отдельный chiqqan uyimizga borib savdo qilardik.
pul minus bo'lib ketgandan keyin eng yaqin deb bilgan insonim, eng yaqin deb bilgan o'rtog'im kelgan u, Otabek mani uyimdan chiqardi. Da. Men seni tanımayman degan, chunki dogovorni pulni men olganman. U yo'q edi, nomavonga поддержка qilish uchun olgan pulimni sразу 50% ni berganman. Birga ko'tarilaylik deb. Pul minus bo'lib ketgandan keyin shu oldimga keldi, meni uyimdan chiqar dedi. Qanaqa vaziyatga tushdingiz? Oyoq qo'limda kuchim qolmadi. Masalan, kimdirlar g'azab ustida urishi mumkin edi, sindirishi mumkin nimadir. Shok vaziyatga tushib qoldim. Prosta o'zi men minus qilgandan keyin pul qolmagandan keyin o'zi shokda edim. Bor kuchingizni yig'ib nima deb javob qaytardingiz shu insonga? Ishingga omad. Men eplayman dedim. Chunki sizga aytgandek, mana orqamda ota-onam bor. Oilada bitta farzandman, mana xato qilishga to'xtash haqqim bo'lmagani uchun sразу undan kechdim. No, shu ishdan keyin birorta insonga ishonch qolmagan. Hozir sizni ko'rib turgan bo'lsalar, do'stim deb qo'l cho'zsalar nima deb qabul qilgan bo'lardingiz? Yoki qabul qilmasmidingiz? Qabul qilmasdim. Bitta javobim bor. Ishingga omad sana desin, tamom. Ishingga omad. Oq yo'l baxtli bo'lma. Shunaqa. Xiyonat deganda yana xiyonat bo'lgan. Juda qattiq ko'z yoshlar bo'lgan, og'riqlar bo'lgan. Xiyonat qilgani uchun emas. U xiyonat qilgani uchun emas. Men xiyonat kechirib bilmasligimni bilib turib, ya'ni u xiyonat qabul. Ya'ni kimdirlar xiyonatdan keyin yana birga bo'lib ketadi. Kimdirlar birlashib ketadi. O'sha xiyonatni kechirib bilmasligim uchun men qattiq qiynalganman bu hayotda. Ya'ni hozir bordir, o'sha chinlari bordir. Kimdir vaqtida piyolani sindirib ketgan-ku, qileylasangiz ham bir bo'lmaydi-ku. O'sha uchun hozir oldimdagi chinlarga qiyin. Har tomonlama xiyonatga uchraganim uchun o'zi soxta va haqiqiyni ajrata olmay qoldim. Chunki hammaga bir xil nazarda qarayman. Endi shaxsiy savol, sevgi tomondan qanaqa xiyonatga uchraganmisiz yoki hozir ham yoningizdanmi nol paytdan beri yoki umuman boshqa mavzular bo'lib ketganmi bu narsalar? Boshqa mavzular bo'lib ketgan, ishonch bo'lmagan. Ya'ni bu darajaga kelishimni, kuchayib ketishimni ko'zi yetmagan. Ya'ni hozir siz bergan savolingizda bu soha realmi dedingiz-ku? Uni nazlida, uni nazarida bu soha nereal edi. Ammanikida real edi. Sizni ko'zingiz bilan bo'ladigan ishni qilsang-chi degan gap bo'ladi-ku. Ha. Sizni ko'zingiz bilan ko'ra olmagan. Shunaqa. Da, masalan, sevgi boshqa narsa bo'lgan. Nima bu sohada masalan zo'r bo'lib ketishimga o'zimdan va boshqa hech kim ishonmagan. Bugun o'sha vaqtga qaytgan bo'lganingizda, boshdan ishonch bergan bo'lardingiz? Agar shunaqa qiynalishimni bilganimda yo'q. No, u bilan birga o'tgan vaqtlarni, emotsiyalarni his qilish uchun yana bergan bo'lardim. Demak, o'tgan vaqtingizga achinmaysiz. Hammasi uchun rahmat. Aka, trading sohasigacha yo'lingizni so'ramoqchiman. Ya'ni nima ishlar qilgansiz o'zi? Otabek Rustamov ungacha nima ishlardan o'tdi? Qaysi soha omadli, qaysi soha omadsiz keldi? Bizani oila o'zi baliqchilar oilasi. Ya'ni dadam baliq bilan shug'ullanganlar. Men 14 yoshimda keyin ishlashga chiqib ketganman. 14 yoshimda ishlashga chiqib ketganimdan keyin birinchi ishim issiqxona. Kuniga 25 ming so'm, 30 ming so'm issiqxonada ishlaganman, magazinda ishlaganman. Aytib o'tganimda o'sha dezinfeksiya nima ish bo'lsa qilganman. Ustochilik, shlakoblok tushirish, qo'limdan nima kelardi qilardim. O'sha uchun mana Xudo to'xtamaganim uchun baraka faiz bergandir deb o'ylayman. Hozir pulingiz bor, aynan shu pulim bilan hal qilardim degan qaysi ishingiz bo'lgan shu ishlagan joylaringiz orasida? Magazin bo'lgan. O'sha zapravkani magazinida ishlaganman. 24 soat ishlaganman. Chunki bitta 24 soat bir o'zimda metan zapravkada bir o'zim 24 soat ishlaganman. Ikkita smenada ham orada masalan zapravkalar yopilardi, sovuq kunlari boshqa bo'lardi. O'sha payt bir uxlab olardim. O'sha jonimdan shu darajaga o'tganki, hozir o'sha magazinni men sotib olganman. Mana shu joy kerak edi. Hozir u magazin meniki deb. Bank qanaqa qilib ko'ndirding desa, bank sotib oldim dedi. Lekin bugun hamma narsangizni olib qo'yishsa, siz to'xtab qolasizmi yoki qayta tura olaman deb o'ylaysizmi va bu jarayon qanaqa bo'lgan bo'lardi? Agar inson
bir cho'qqiga yetsa, pastga tushib ketsa, qayta yana o'sha yerga chiqishi oson bo'ladi. Ya'ni keling hayotiy misol qilaman. Masalan, telefonlarda igralar bor, ya'ni уровеньli igralar bor. O'sha bir уровеньdan o'tsangiz, agar yutqazib qo'ysangiz, qaytib kelish osonmi? Hayotda ham xuddi shunaqa. Men agar hamma narsamni yo'qotsam ham, qaytib 0 darajaga chiqib qolsam ham, hozirgi sostoyaniyamga kelishim 2 barobar tez bo'ladi. Chunki men bir marta chiqib ko'rdim, his qilib ko'rdim, pulni ham, o'sha emotsiyalarni ham, общий hamma narsani. Chunki hozir men 0 ga tushib qolsam ham, bu sostoyaniyaga chiqishim 2 barobar tez bo'ladi. Menga o'sha kerakli bo'ladigan narsa bu komanda. Agar pulim ketsa ham, boshqa narsa ketsa ham, men komandam ketmasa 2 barobar tez men bu sostoyaniyada bo'lib olaman. Afsuslanadigan joyingiz bormi? Ishonch. Ishonch. Agar to'g'ri tanlov qilsangiz, ya'ni o'zimni maqolam bor. Agar tanlov xato bo'lsa, uni badali umring bo'ladi. Ishda ham, ishqda ham. Ulgurishingiz kerak bo'lgan, agar ulgurmasangiz afsuslanardim degan maqsadingiz yoki niyatingiz qaysi? Men bu narsadan afsusim bor. Ulgurmadim. Xudo rahmatli, mana bobom bor edilar. O'sha Rustamov qilgan, ya'ni Rustam bobo bor edilar. O'sha kishiga men to'y birinchisi o'sha hali uylanmaganman. To'yimni ko'rsatolmadim. Hozirda bo'lgan muvaffaqiyat cho'qqimni ko'rsatolmadim. Bitta shu narsadan afsuslanaman. Chunki u kishining nomlari bilan men tanilganman. Shu darajada yaxshi inson bo'lganlarki, yana o'zlarining ortlaridan nomlarini qoldirib ketdilar. Bizlar har doim duoda. Bugun mana Rustam akademiyangiz bor. Aynan shu Rustam bobo nomlari bilan mana hozir sizni hamma taniydi. Rustamov akademiya desa, mana shaxsiy garajingizdagi mashinalaringizni ham bu logotipni ko'rdik. Ofislaringizni peshtaxtalarda ko'rdik. Bu narsalarning hammasiga guvohmiz. Aynan shu Rustam akademiyasida o'qigan shogirdlaringiz orasida muvaffaqiyatga chiqqanlari bormi yoki ko'pchiligi sizni o'sha aynan siz ustozlik qilgan nomingizga dog' tushirganlari ham bormi? O'zi umuman shuncha paytdan beri o'rgatgan shogirdlaringiz orasida fikringiz o'zingizdan ko'nglingiz to'lganmi? Ulardan ko'nglingiz to'lganmi? Endi Rustamov akademiyaga juda ko'pchilik, masalan, hamma inson har xil maqsadda keladi. Kimdir mana meni bilimimni olish uchun, kimdir bu sohani puliga qiziqish uchun. Bilmaydi bu sohada pul qayerdan kelishini, qanaqasiga kelishini. Prosta o'sha haypajorlarni kuzatadi va masalan o'sha yerlardan ko'rib turib, keyin akademiyaga kelishi mumkin. Ya'ni trading boylik deb o'ylab keladi. Ya'ni kim qanaqa maqsadda kelsa, o'shanisini oladi. Agarda bilim olaman deb kelsa, realni bilimini oladi, muvaffaqiyatga erishadi. Yo, masalan, trading orqasidan tez boyib ketaman deb kelsa, 2 barobar minusga kirib ketadi. Ya'ni qaysi maqsadda kelishiga bog'liq. Shogird chiqarish masalasi bo'yicha orqamdan ish qilgan shogirdlarim ham bo'lgan. Ya'ni menda o'qib turib, aradan 1 oy, 2 oy vaqt o'tib, akademiya ochib olgan bo'lgan. Ya'ni bu sohadan masalan xabari yo'q, ishlamagan bo'lgan. O'sha akademiya ochgan payti men borib akademiyasini yoptirganman. Chunki uni haqqi yo'q. Xatoni to'g'rilash kerak deb. Chunki uni haqqi yo'q shogird chiqarishga. Chunki o'zi bilmaydi bu sohani chuqurini, kami ko'stini o'zi bilmaydi. Chunki o'zi shogird. Ya'ni har doim aytaman, bu sohaga kirganiga 4 yildan kam bo'lsa, вообще haqqi yo'q bu sohada shogird chiqarishga. Nimani o'rgatadi 1 oy, 2 oy ichida? O'rganib yoki 1 yil yurgan bo'lsa, nimani o'rgatadi? O'sha uchun akademiyasini yoptirganman. Bittasini ham, ikkitasini ham emas, bir nechtasini. Chunki qo'ymayman. Chunki ularni beradigan bilimi yo'q. Shunaqa ish qilgan paytim mana orqamdan yamonlab, nomni qaralamoqchi bo'lgan. Bizni bilgan biladi, bilmagan o'zi biladi deganday, biz o'sha yo'limizda to'g'ri kirib kelamiz. Sohadagi eng og'ir vaziyat nima deb bilasiz va shogirdlaringizga, o'zimman trading sohasidagi o'rganmoqchi, qiziqayotgan insonlarga aynan shu og'riqni nima deb belgilagan bo'lardingiz? Og'riq deganda hamma har xil tushunadi. Men birinchi aytgan bo'lardimki, bilimni oldingmi, o'rgandingmi, qo'rqmaslikni aytgan bo'lardim. Chunki bu sohada har doim ham bilim bilan strategiya rol o'ynamaydi. Duh ham kerak. Agar duhingiz bo'lmasa ham foydaga chiqa olmaysiz. Achchiq, qabul qilish kerak bo'lgan narsa, agarda masalan xato qildimi, savdoga kirdimi, xato pozitsiyada savdoga ochdi, masalan balansi kammi, qabul qilib bilish kerak. Что
Kimdirlar $100 bilan kiradi, kimdirlar $500 bilan kiradi. O'sha o'rnini o'zini qabul qilib bilish kerak. Da bu og'riqli, ya'ni masalan balansi minusga qarab ketsa yoki slivga qarab ketsa bu narsa og'riqli. No o'shani qabul qilib bilish kerak. Ya'ni xato qildimi, xatosini qabul qilib bilsa o'sish bo'ladi va o'sha qilgan xatosini ustida ishlasa, o'sha o'sish 2 barobarga tezlashadi. Sizni shaxsiyatingizdan kelib chiqib, hozir shu kasbni egallamoqchi bo'lgan insonlarga nisbatan aytadigan so'zingiz, ya'ni treyder kim bu? Qanaqa inson bo'lishi kerak? Sizningcha, o'zingizning shaxsiyatingizdan kelib chiqib. Treyder sabrli inson bo'lishi kerak. Eng birinchi o'chirt sabrli bo'lish kerak. Sabr deganda nimalar? Bilim olishda ham sabrli bo'lish kerak. Savdoga kirganda ham sabrli bo'lish kerak. Va minusga uchraganda yoki-da masalan musibatlar kelganda, qiyinchiliklar kelganda ham sabrli bo'lish kerak. Ne только bu tradingda, o'sha любой bir kasbda, ya'ni biznes sohasida, ya'ni odam o'z-o'ziga ishlayotgan vaqt sabrli bo'lish kerak. Agar o'zimga mukofot berish kerak bo'lsa, bu o'zimning sabrim uchun mukofot bergan bo'lardim. Tushunarli. Shogirdlaringiz, o'z ummangiz bilan ishlab kelayotgan komandangiz bor. Ular haqida nima deysiz? Qanaqa fikrdasiz? Hozir Rustamov akademiya komandasida 20 ga yaqin shogirdlarim bor. Bular hammasi shogirdlarim. Ya'ni komandamni men o'zim yo'nalish bergandan keyin, bilim bergandan keyin komandamga qabul qilaman. Chunki yo'nalishi ne только trading tomonlama, no hayotiy tomonlama ham berishga harakat qilaman. Kimgadir akalik, kimgadir ukalik qilaman. Shu sabab ya'ni saralab o'zim komandamni yig'ganman. Shunaqa gap bor. 15 yoshida bosh bo'ladi, kimdir 30 yoshida yosh bo'ladi deganda, shunaqa shogirdlarim bor. 16 yoshida, ya'ni shogirdlarim ichida eng yoshi, lekin katta balans boshqaradigani bor. 16 yoshida 100 mingdan ziyod balans boshqaradi. 16 yoshda 100 ming balans real shotda. Real shotda. Bu narsani agar kimning samleniyasi bo'lsa, ko'rmoqchi bo'lsa, dokazat ham qilib berib ko'rsatib bilamiz-ku bu moment. Shogirdlarimga o'ylayman. Bor $50 ming boshqaradigan bor, может million boshqaradigani ham bor, men xabarim yo'q. No bor. Ya'ni shogirdlarim to'q shogirdlar. Любой bittasidan ko'nglim to'q. Ya'ni men shunaqa bizning akademiyaki, ya'ni 2,5-3 yilga yaqin shogird chiqarib kelayotgan bo'lsak, bizning akademiya biror marta tanqidga yoki negativga uchramagan akademiya. Ya'ni kuzatuvchilarning ichidan ham aytsin yoki boshqa joydan ham bilsin, negativi yo'q akademiya deb aytsak bo'ladi. Chunki biz birovning haqqiga xiyonat qilmaymiz. Ya'ni kimdir insonlar orqasidan pul ishlamaymiz. Ya'ni kimdirlar bor razgon shot olamiz. $100 $1000 qilib beramiz. Yo'q. Biz realni bilim beramiz. Realni yo'nalish berganimiz uchun auditoriyamiz ham, insonlar ham, shogirdlarimiz ham bizani chin dildan hurmat qilib kelishadi. Otabek Rustamov shaxsiy hayotida ideal insonmi? Ya'ni o'zingizdan ko'nglingiz to'ladimi? Yo'q. Nimaga deb o'ylaysiz? Shu gapingizga men sizga hayotiy misol keltiraman. Sog'liging bor vaqti muammoing mingta deydi. Sog'liging yo'q vaqti muammo bitta deydi. Ya'ni men bu sohada sog'ligimdan yo'qotganman. Ya'ni o'sha pul bilan bog'liq bo'lgani uchun asab, nerv, ya'ni shunaqa stresslar ko'p bo'lgan. Shu sabab men sog'ligimdan qarzdorman. Oilaviy temaga keladigan bo'lsak, yaqin insonlar yoki turmush tarzi desa, men o'ylaymanki, hammani rozi qilib qo'yib, ideal farzand, ya'ni ota-onam yuzini yerga qaratmasdan, yaxshi ustoz, yaxshi yo'ldosh bo'lib kelaman deb o'ylayman. Bitta kamchiligimiz shu asablar tugagan. Otabek Rustamov shu qilayotgan trading sohasidagi ishlaridan hozirgi kunda ommalashib, treyderlar orasida ommalashib, birmuncha o'sha mashinaga degan nomiga ham sazovor bo'lib qolishiga sabab bo'lgan razgon temasiga qanaqa to'xtaladi va o'zi bu yo'nalishda trade qiladimi, yo'qmi? O'zim vaqtida razgon qilganman, ya'ni любой bitta treyder razgon qiladi. Qilgan ham o'sha men qilmaganman degan treyder yo'q. Ya'ni razgon yo'nalishi bormi? Shunaqa yo'nalish bormi? Qilgan. No, bu razgon yo'nalishi O'zbekiston sharoitida to'g'ri kelmaydi. Nima uchun desangiz, masalan, minimal summa $100 deb oladigan bo'lsak, Amerikada bu masalan ikkita Coca-Coladir. O'zbekistonda bu $100 pul kimdir yarim oyligi. Ya'ni bitta razgonni deb inson o'sha bir oyligidan ajralib qolishi mumkin.
Ya'ni Hozir sizni razgonchilar ko'rib, Otabek ham aqllilik qilyapti deb qanaqa tochka qo'yib bergan bo'lardingiz mana? razgon qilsin, qilmasin emas. Ya'ni qanchadir muddat summa ishlasin, masalan $1000 ishlasin, imенно trading sohasida $1000 stabilda ishlasin va o'shani o'ndan bir qismini olsin razgon qilsin. Qilmasin emas, qilsin. No ortiqcha summaga. Ya'ni ketsa ham achinmaydigan summaga razgon qilsin bemalol. No oxirgi pulga, ya'ni bu summadan ishlab turib kreditimni to'lashim kerak, qarzlarimni berishim kerak, uyimga ro'zg'or qilishim kerak degan summaga razgon вообще qilinmaydi. Razgon qilinadi ortiqcha summaga, ya'ni kerak emas summa. Ya'ni u ketsa ham bizaga aloqasi yo'q. Ya'ni biror joyimiz kamayib qolmaydigan summaga nima qilsin. Endi razgon deganda yana bitta narsasiga to'xtalib o'tmoqchiman. Kimdirlar masalan $200 pulni sliv qilib qo'ysa, minus qilib nolga tushirib qo'ysa, u $200 pulni sliv qilmagan bo'ladi. O'sha $200 qancha muddatda topgan bo'lsa, o'sha umrini sliv qilgan bo'ladi. Ha, to'g'ri. Ya'ni O'sha $200 pulni topishga ketgan vaqtini ham slip. Ya'ni $200 10 kunda topgan bo'lsa, bu $200 yo'qotmadi. Ya'ni 10 kun umrini yo'qotdi. O'sha shuni aytamanki, o'ylab turib bu pullarni boshqarishni. Ha. O'zi mana oxirgi pul, umuman razgon, mana shu sliplardan kelib chiqib bitta savol bermoqchiman. Oxirgi pulga qilib bo'lmaydingiz. O'zi trading sohasini kimlar qilish kerak? Trading sohasini, ya'ni ko'pincha menga keladi. Trading sohasini kimlar ko'p qiladi? Ana shogirdlarim orasidan kelib chiqib aytaman. Bankrotga uchragan biznesmen, ya'ni u katta pul topib o'rgangan, ya'ni uni boshqa varianti yo'q, risk qabul qilishni biladi. Ya'ni o'shanaqa insonlar birinchi bo'lib ko'p keladi. Ikkinchi insonlar yana bu sohani o'rganmoqchi bo'ladi, men ularga o'rgatmayman. Ya'ni kredit olib minusga uchragan yokida qarzga kirib ketgan insonlar o'rganmoqchi bo'lsa men o'rgatmayman. Chunki ularning psixologiyasi joyida emas, ular nosog'lom bo'ladi. Ularning maqsadi bitta, kreditini tezroq to'lash, qarzini tezroq yopish. Bu sohani o'rganish emas. Ya'ni bu soha qanaqa tez kirib kelsa, xuddi shunaqa bular tez chiqib ketadi. Trading sohasiga qiziqayotganlar, umuman bu sohani o'rganmoqchi bo'layotganlar ham sizni hozir ko'rayotgan bo'lishligi mumkin. Sizga qiziqib, sizdan o'rganmoqchi yurgan insonlar ham ko'rayotgan bo'lishi mumkin. Aynan shularga, o'zi umuman trading sohasiga qiziquvchi insonlarga o'zingizni maslahatingiz. Agar hozir inson endi o'rganmoqchi bo'lsa, ularni tasavvur qilaylik pustoy stakan deb. Endi o'rganmoqchi insonlar, bo'lgan insonlar bu pustoy stakan deb tasavvur qilsa, uni ichiga nima solsak, ular xuddi shu narsani ko'tarib yuradi. Ya'ni masalan biz buni ichiga masalan spirtnoy solsak, o'sha stakanning ichida spirtnoy bo'ladi. Oddiy suv solsak suv bo'ladi, kola solsak kola. Ya'ni o'rganmoqchi endi bu sohaga kirib kelayotganlar bir tarafdan yaxshi imkoniyati ham bor. No agar xato tanlov qilib qo'ysa, juda katta musibatlarga, minusga olib kelishi mumkin. Qanaqa butilkani oldiga borishiga bog'liq bo'lyapti-da. Xuddi shunaqa. Tushunarli. Zo'r misol keltirdingiz. O'sha uchun aytamanki, endi o'rganmoqchi bo'lganlar hech qachon razgonga qiziqmasin. Tez boyib ketishga qiziqmasa, yaxshigina natija qiladi. Bugun $500 puli bor odam u trading sohasini o'rganib trade qilgani yaxshimi yoki biznes qilgani yaxshimi? Bilimiga investitsiya qilgani yaxshi. Ya'ni bilim olish qimmat desangiz, bilimsizlik undan-da qimmat. O'sha uchun aytamanki, bilim bizaga bir umr yo'ldosh bo'ladi. Agar shu summani bilimiga tiksa, kelajakda yaxshi summalar qiladi. Men hozir o'ylaymanki, $500 ga biror xil biznes qilsa bo'lmaydi. Ya'ni oddiy misol, o'sha hozir sezonda mana marojnoxona ochaman desa ham, kamida $2000-3000 ketadi. O'sha $2000-3000 dan kuniga ishlasa 300,000-400,000 ishlaydi maksimum. No, agarda shuni masalan 3000 va 2000 pulni bilimiga investitsiya qilib, tradingda masalan normalniy summa, ya'ni kuniga masalan $50, $100 ishlasa bo'ladi. Agarda to'g'ri bilim olsa. Mani o'zi shaxsiy fikrim, ya'ni shu yo'lni tutganman vaqtida va o'sha tanlagan yo'lim mani shu joyga olib keldi. Bu o'sha bilimga investitsiya. Bilim olishdan to'xtamagan bo'ladi. Traderlar orasida riskka amal qilish tushunchasi bor. Siz bu haqda nima deya olasiz? O'zingiz bu risk amal qilasizmi? Joyi keladi, bizada ham bo'lib turadi. Ustozni aytganini qil, qilganini qilma degan joy bo'lib turadi. Har doim ham masalan biza o'sha qonun qoidalarga amal qilmaymiz. Lekin bitta maslahat bergan bo'lardim. Mana o'zimiz davlatdan yo'l harakatlarida ham radar belgisi bor. 70 dan tez yursang jarima to'laysan deganda, tradingda ham xuddi shunaqa. Agar azartga berilsang, nafsingga berilsang, minuslarga uchraysan degan joyi bor.
Sizga mana shu 7 yil davomida trading sohasidagi 7 yil davomida mashinnik Otabek firibgar, Otabek unaqa, Otabek aldadi degan vaziyatlar bo'lganmi va shunga o'xshash vaziyatlarda qanaqa yo'l tutib u vaziyatdan chiqib ketgansiz? Atrofingizda ham sizga ishonmaganlar, boshqa aynan shu vaziyatlarda nima bilan isbotladingiz va qanaqa chiqib ketdingiz bu vaziyatdan? Atrofdan mana hech kim moshinnik demagan. Chunki men moshinnik qilmaganman. No moshinnik, firibgar degan gaplarni o'zimning yaqinlarim chiqargan. Ya'ni bu o'sha qarindoshlar, o'zim atrofimdagi yaqinlar nimadan kelib chiqdi desangiz, masalan 1 yilning ichida nerealniy rezultatlar bo'lib ketgan. 2 ta 3 ta mashinalar, uylar, katta-katta o'sha summalar, chetlarga sayohat bo'lgandan keyin, bu masalan mashinalik qilib yuribdi, shu sabab birovning haqqini yeb yuribdi, shu sabab bu shunaqa yuribdi degan gaplar bo'lgan. Buni ham mani yaqinlarim chiqargan. Va ularga men isbotlab qo'yganman, что mashinniklar bilasizlar 3 oy, 4 oydan ko'p yashamaydi, srazu sanatoriyaga yuboradilar. Dam olib keladi. Dam olib kelishga yuboradi. Ular masalan vaqti bilan shuncha yildan beri ko'rib kelgandan keyin tan bergan u, "Davay bizga ham o'rgat" degan joyga tushgan. No, pamit. Endi kechiydi endi kech. Siz boylikni tradingdan orttirdingizmi yoki odamlar bilan ishlashdanmi? Ya'ni hozir savol ichida savol. Siz ham kursdan boyiganmisiz? Da, hozir bu ommaviy savol. Endi qarang-da, именно hozirgi vaqtda odamlar u darajada sodda emas. Ya'ni kurs o'tish uchun ham siz bir nimani ko'rsatib berib qo'ygan bo'lishingiz kerak. Ya'ni o'zidan o'zi siz "Men davay treyderman, kelib o'rgan" desangiz hozir ham o'rganmaydi. Ya'ni siz bir nimani isbotlab qo'ygan bo'lsangiz, kelib o'rganadi. Ya'ni men o'sha payt birinchi rezultat qilganman, keyin shogird chiqarganman. Agarda yana bitta misoli bo'lardi. Agarda odamlarning orqasidan pul ishlasak, odamlarning haqqini yeb kelsak, Alloh bu darajaga yetkazmasdi. Ya'ni bunaqa ulug'lantirib, ya'ni xalq ichida hurmatli inson qilib qo'ymasdi deb o'ylayman. Ya'ni haq to'g'ri yo'lda keldik, ota-onamiz to'g'ri tarbiya bergan va yana otamni bitta nasihatlari, maslahatlari bilan shu hayotda davom etib kelyapman. Aytadilar, "O'g'lim, 10 ta kishiga ehson qilgandan ko'ra, bir kishining haqqini yema" deydilar. Ya'ni shu nasihatlarga, shu maslahatlari bilan shu darajagacha keldim. Qo'lingizda pul mablag' bor, o'zingizga yetarli darajada boyligingiz bor va aynan shu joyida tabiiyki sizdan yordam so'raydigan, yaxshilik qilishingizni so'raydigan insonlar baribir bo'ladi atrofingizda, yig'ilib qoladi bunaqa insonlar va Otabek Rustamov o'zi umuman yaxshilik mavzusida qanchalik o'zini saxiy inson deb biladi? Endi bizani har kun, har hafta, har oy o'zimizga yarasha ehsonimiz bor. Yaxshilik hech qachon oshkora ko'z-ko'z qilinmaydi. Ya'ni kimga nimaiki yaxshilik qilsak, bu qalbimizda va o'zimizda, ya'ni biz ommaga olib chiqmaymiz. No, shunaqa joylari bor. Mana insonlar duo qilganki, yana aytib o'tamanki, biz shu yerga keldik. Bir ehsonim mana hech esimdan chiqmaydi. Shu 0 ga tushib qolgan paytim, kissamda oxirgi 20 ming so'mni o'sha masjidga borib, masjidga ehson qilib, oxirgi 20 ming so'm, даже yo'lkiraga pulim qolmagan. O'sha pulimni men ehson qilib, masjidda duo qilib so'ragandim. Ya'ni pul bor payti hamma ehson qilib biladi. Главный ehsonni yo'q payti qilish kerak va ajrini olish kerak. Ehson deganda не только pul, moddiy tomonlama emas. Ya'ni biror kishini ko'nglini ko'tarish, xursand qilish ham ehsondir. Yana shuni aytib o'taman sizga Obod aka, mana o'zimiz xalqqa xizmat qilib kelamiz. Ana 2,5-3 yildan beri o'sha signal berib kelamiz. Ya'ni treyderlarga bepul mutlaqo o'ylaymanki, shuni orqasidan insonlar ham yaxshigina daromad qilib, bizani duo qilib turibdi. Bu ham bir ehson turiga kiradi. Ozgina shaxsiyroq savol berishga harakat qilib ko'ramiz Otabek aka. Agar o'zingizni deylik ukangiz kelib, "Aka, 10 ming dollar investitsiya qiling, men treyder bo'laman" desa, o'zingiz shu 10 ming dollar investitsiya qilib treyder bo'lishga yordam bergan bo'larmidingiz? Yo'q. Вообще pul bermasdim u treyder bo'lish uchun. Agar treyder bo'lish jilaniyasi bo'lsa, men o'zim bosib o'tgan yo'lni ko'rsatgan bo'lardim. Chunki oson vaqtlar, qulayliklar kuchsiz insonni kelib chiqaradi. Men hozirda unga birdan bir 10 ming dollar bersam, men o'ylaymanki, u srazu treyder bo'lib ketadi va muvaffaqiyatga erishib ketadi deb o'ylayman. Lekin treyder bo'lishga qarshi emassiz. Yo'q, treyder bo'lishga qarshi emasman. Keling sizga bitta qiziq voqeani aytib beraman. Birinchi o'qigan joyimga to'lov qilgan pulim men juda qiziqarli bo'lgan. O'sha payt mahalla tomonidan ishsiz yoshlarga yordam berilardi. Ya'ni kimgadir
svarka apparat, kimgadir kultivator, ya'ni kimgadir qanaqadir o'sha apparatlarni berardi, işte bu olib ishlash uchun. Menga o'sha payt kultivator bergan. Ya'ni kultivator bu yer haydaydigan traktor. Men o'shani olganman mahalladan olib turib, sotib, ya'ni o'sha payt 7,5 million so'm bo'lgan. 7 yil oldin. 7,5 million so'm bo'lgan. Men o'sha pulni olib o'qiganman. Bilimni olganman. Lekin depozit qilishga ishlashga pulim bo'lmagan. Men shunaqa o'qiganim uchun, ya'ni qiyin vaqtlar bo'lgani uchun men o'zi bu darajada. Ammo ukam kelib turib o'zi menga 10 ming dollar bering desa, bersam nolga tushirib qo'yadi. 100 ming bersam. Ya'ni 1000 dollarni boshqarishni bilmagan odam millionlar haqida o'ylamasin. Ya'ni hammasi ketma-ketlik. Birinchi 100, keyin 1000, 10 ming, 100 ming shunaqa bo'lib ketadi. Nafs haqida Otabek akani fikrlari. Agarda tarbiyalangan nafs bo'lsa, u seni quling. Agar nafsingni tarbiyalamasang, sen uni quli bo'lasan. Tradingda mana agarda chet ellik treyderlarga azart haqida, razgon haqida gapirsa, ular kulishadi. Azart nimadan kelib chiqadi? Uverенность bo'lmaganlikdan. Agar inson uverенность bo'lsa, bilimiga ishonchi, orqasiga puliga ishonchi bo'lsa, hech qachon u azartlik bo'lmaydi. Ya'ni dostoyniy, stabilniy treyder bo'ladi. Azart nimadan kelib chiqadi? Ya'ni masalan, oxirgi pul bilan savdo qilyaptimi? Bo'ldi, u azart. Ya'ni minus bo'lib qolsa, tamom, meni hech kimman, meni hech nimam qolmaydi degan maqsadda azart qiladi. Ya'ni shu sabab azart вообще kerak emas bu sohada. So'z boyligidan, slovardan chiqarib tashlash kerak. Trader, azart degan so'zni. Hozir aytganimizdek, azart bu nafsiga qullik. Siz o'zingizni bilimingiz bilan chet el mana treyderlar bilan raqobatlasha olmayman deb o'ylaysizmi? Balans boshqarish bo'yicha, umuman savdo qilish bo'yicha? Sizga ochiqcha aytadigan bo'lsam, imенно trading sohasidagi raqobat yo'q. Agar ishlash kerak bo'lsa, birortasini сомненияsi bo'lsa, live trade deydimi, swing trade'mi, scalp trade'mi, любой bittasi bilan любой vaqtda trade qila olib bilaman. Xohlasin, любой summada. Tushundingiz, kimga tegishli, любой summada, любой vaqtda. Tak bu sohada konkurensiya yo'q. Hamma o'zini bilimiga yarasha, rizqiga yarasha bozordan topib ketadi. Ko'pchiliklar mana konkurensiya qiladi. Nimada? Ular konkurensiya o'quvchilardan qiladi. Ya'ni kursdan sovg'a qilgani uchun bir-biriga vizov tashlaydi, challenge qiladi, boshqa. PR qilib, hype qilib. Men shu paytgacha biror marta qilmaganman. Qilmasam ham kerak deb o'ylayman. Menga kerak emas. O'zi xalq bilgan biladi, tanigan taniydi. Ular o'shanaqa tam sirq qilib yuraversin. Hype qilib, bir-biriga vizov tashab, nimanidir kimgadir isbotlamoqchi bo'lib. Trader isbotlash kerak bo'lgan joy bu bozor, media emas. Ya'ni gapda emas, amalda ko'rsatib berish kerak. Amalda o'quvchilarim bilan ham ko'rsatib kelganman. O'zimni natijalarim ham, ishlashim ham, любой narsa menda amalda bo'lib kelgan. Shogirdlaringizga va sizni ko'rib turgan shu trade sohasiga qiziqayotganlarga maslahatingiz? Shogirdlarimga maslahatim, to'xtab qolmanglar, chunki sizlar menga havas qilib, meni bilimga havas qilib, shu sohani boshladilaringiz, nasib bo'lsa, sizlarda rezultat bo'ladi. Endi boshlamoqchi bo'lganlarga maslahatim, bitta narsani bilib olinglar, agarda bu sohaga kirsalaringiz, orqaga yo'l yo'q. Ya'ni qiyinchiliklar bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, ya'ni orqaga yo'l yo'q. Agar shu narsani qabul qilib bilsalaringiz, kiringlar. Ya'ni bu hayotda eng yomon narsa bu pushaymon. Pushaymondan keyin hech nima kelmaydi. Agarda bu sohaga kirib, erta sal qiyinchilik, minus bo'lgan payt yig'lab, pushaymon qiladigan bo'lsangiz, yaqinlashib turmang. Bu soha kuchli insonlarning. Xolid ibn Validning gapi bor. Победа приходит к тем, кто стоит до конца, даже когда надежды не остался. Ya'ni bu o'zbekchasidan qanaqa nima deyiladi? G'alaba oxirigacha turganlarga keladi, hattoki umid qolmaganda ham. O'sha uchun trading sohasiga kirib kelganlarga maslahatim, oxirigacha boringlar va g'alaba sizlarni kutib turibdi. Otabek aka, agar 10 yil oldingi Otabek bilan gaplashish imkoni bo'lganda, unga nimani maslahat bergan bo'lardingiz? 10 yil oldingi Otabekka aytgan bo'lardim. Qilayotgan xatoing ham o'zing uchun ishlayapti. Qilayotgan foydang ham seni kelajaging uchun ishlayapti. Ya'ni hozirgi kunda, hozirgi sharoitdan kelib chiqib aytgan bo'lardimki, nimaiki qilgan bo'lsam, bu meni foydam uchun bo'ladi. Yo yaxshi bo'ladi, yo yaxshilikka deganday, faqat to'xtab qolmaslikni aytgan bo'lardim. Xato qilasanmi, o'shaning ustida ishlab davom et. Foyda qilasanmi, ko'p erkalanib ketmasdan yana davom et. To'lqa davom et. Hozirgi gaplarim 10 yil oldingi Otabekka bu ish masalasi bo'yicha, hayotiy masalasi bo'yicha aytgan bo'lardim.
hamma insonlarni ham gapiga e'tibor beraverma. Chunki ular aytadi, ketadi va hammaga ham ishonib qolaverma. Yani shu maslahatlarni 10 yil oldingi Otabekka aytgan bo'lardim. Otabekka endi agar bu suhbatdan keyin tabiiy holatki sizni sohangizga qiziquvchilar yana ortishi mumkin. Umuman Otabekani o'zlaridan trading sohasini o'rganaman deganlar bo'lishi mumkin. Aynan u insonlarga qaysi tarafga yo'naltiramiz? Siz bilan qanaqa qilib bog'lanishsa bo'ladi? Qanaqa qilib u insonlar sizdan o'rganishi mumkin? Xo'p, men shogird chiqaraman kimni? Bu sohani puli uchun emas, sohani o'zini yaxshi ko'rgan insonlar bo'lsa, bemalol menga uchrashaversin. Men bularga sohani borimcha beraman. Ya'ni hozirda o'zimizning shior bor, Rustam chizadi, bozorda yuriydi degan shunaqa nomga nima bo'lganmiz. Ya'ni sohani o'zini realni o'rganmoqchi bo'lganlarga bizning eshigimiz ochiq. No agarda tez boyib ketaman, muammolardan qutulib kelaman desa, sal qiyin bo'ladi. Tushunarli suhbat uchun rahmat aka. Vaqtingizni ayamaganingiz, ajratganingiz uchun ham rahmat. Suhbat manfaatli bo'ldi deb o'ylaymiz. Yana shu suhbatdan kelib chiqib qanaqadir fikrlaringiz bo'lsa yoki savollaringiz bo'lsa, kommentariyaga yozib ketishingiz mumkin bo'ladi va Otabekdan o'zlaridan shu sohani o'rganmoqchi bo'lsanglar ham administratsiya nomerini qoldiramiz. Bemalol bog'lanishinglar, o'zlari bilan suhbat qilib, agar nasib qilgan bo'lsa shu sohani o'rganishinglar ham mumkin. Hammaga rahmat, videoga like bosish, kommentariy yozish esingizdan chiqmasa va albatta Otabek Rustamov YouTube kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Trader, yo'lda ko'rishamiz.